Hammalarga assalomu alaykum. Nimaga Bekor primo efirlarida va videolarida asabiylashib ketyapti deb vaziyatni tushunmayotganlar uchun vaziyatni boshidan tushuntirib ketaman. Sizlar tushunishingiz uchun men o'zimni hayotimda mazza qilib yashab yurdim, hech kimga zararim tegmaydi. Lekin Feruza Normatova va uning o'rtoqlari o'zi meni profilimni kommentariyasiga har xil narsalar yozib, o'zi muammoni yaratib, o'zi keyin uzr so'rab, o'zi keyin dekabrda borib yana yopilgan temani ochib kelib va bu konfliktni martgacha davom ettirib kelishyapti. Bu konflikt davomida Bekor adresiga nisbatan tahdidlar, oilasiga tahdid va boshqa narsalar bo'lib kelyapti. Va bu bilan Bekor bitta o'zi kurashib kelyapti. Kurashganda ham Bekor konkretni Feruza Normatova va uni kirdikorlarini tavbasiga tayantirib kurashib kelyapti. Feruza Normatova hech qanaqasiga Bekor bilan kurashish imkoniyati yo'qligini tushunib yetganidan keyin oliy maqsad qo'ygan o'ziga. Ya'ni kimga bu mavzuni o'girib olsamki, Bekor meni tinch qo'ysa. Lekin Bekor Feruza Normatovani tinch qo'yishi uchun Feruza Normatova uni oilasiga nisbatan har xil keraksiz gaplarni gapirish kerak emasdi. Bekorning oilasiga tahdid qilish kerak emasdi. Luboy shu videoni ko'rayotgan g'ururi bor insonlar, sizlarning oilangizga kimdir tahdid qilgandi, sizlarning oilangizga kimdir gapirganida, sizlarning oilangizni haqorat qilishgan edi. U ham yetmaganida o'zini trans o'rtoqlariga pul berib, sizlarning onanglarni, otanglarni adresiga gapirtirgan bo'lgan edi. Sizlarga savol: kulib, mazza qilib, bu narsalarni hazm qilib asabiylashmagan bo'larmidinglar? Yo'kida Ditto Margarito Corleone primo efirda sizlarning adresingizga qarab turib provokatsion gaplar, ya'niki oqpadar, sani onang oq qilgan, otang oq qilgan degan gaplarni gapirganida jingina yuzlariga qarab, "Vau, молодец, Ditto Margarito Papa Carlo" deb javob bergan bo'larmidinglar? Agar sizlarning javobinglar "Yo'q, hammasiga kulib qarab qo'yardim" deydigan bo'lsa, omadinglarni bersin. Lekin mani oilamga nisbatan ugrajat qilayotgan insonlarga, mani oilamga nisbatan o'ziga haqoratli so'zlarni pazvalat qilayotgan insonlarga nisbatan spakoyni gaplashib, kulib qarab tura olmayman basharasiga kechirib qo'yasizlar. Keyin internet shunaqa territoriya bo'lib qoldimi? Ditto Margarito Papa Carloga o'xshagan, Feruza Normatovaga o'xshagan insonlar chiqib turib, xohlagan ishini qilib va u ishiga nisbatan javob olganidan keyin bu narkoma, bu nervinni psix, bu oqpadar yoki bu anu, bu manu degan gaplarni gapirib turib, qolgan xalq podderishka qiladigan darajaga yetib keldikmi?